Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz magazin oldida mana shu amakim juda ham qumloq amaki ekan. Hozir ayting endi. Mana o'zim kelib, mana shu modelni olyapman. Mana shu modeldan. O'zim gap o'zim nima qilib, o'zim terib olaman deb kelishdim. Amakim bizga ishonmasdan o'zlari ochtirib, o'zlari yig'ishga o'zim qatnashaman, kulishlaringni berdi. Chiroyli qilib olib ketmoqchi. Ekobayt magaziniga gap yo'q. Rahmat amaki, sizga ham gap yo'q. Ya qo'shnilaring yaxshi insonlar deb qo'ying. Ha, shashlik. Nima? Qaysidir bu shashlik nima? Shashlik o'z. Shashlik o'zimizga maqtab. Ha. Shashlik. Bu amakim yangi yilda qayerda borganman? 14-yanvar qayerda bor? Hamma narsani kuzatib yurar ekan. Instagramda birinchi podpischigim men bo'lganman, Ekobaytga aytib qo'yay. Rahmat kattakon. Bugungi va'da qilgandek nima beraman dedim bitta. Bugungi va'da berganday ro'za oyiga 3 ta kalaska qo'yganman dedilar. O'shaning bittasini yutug'i men egasi men bo'ldim. Birinchisi o'sha amakiga beraman. Nevaralari bor ekan, xudo xolasa 3 ta kalaska qo'yganmiz hadiyaga. Mana shu birinchisi amakimga berib yuboraman, xudo xolasa. Hozir bo'lgandan keyin qisqacha video qilib tarqatamiz.